Assalomu alaykum mustaqillar va bizlarni kuzatadigan kuzatuvchilarimiz. Bugun bizlar Toshkent shahridagi yana bir obyektimizga kelganmiz. Xudo xolasa ko'rib turganlaringizdek Penthouse 3 etajini olganmiz. Bu yerda ustakalarimiz santexnika ishlarini olib borayotgan ekan. Santexnika haqida sizlarga ozgina ma'lumot beramiz. Agar foydali bo'lsa xursand bo'lardik. Ustakamiz yonimizda. Assalomu alaykum. Xo'p, bu qilingan santexnika ishlari haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Sakkiz kvadrat atrofida cho'qli pol radiator qo'yilgan. Haqiqatda sanuzelimiz bor. Katerni qilganmiz, saksonga yillik joyga shuncha narsani sig'dirganmiz akkuratlik qilib. Shtobi mebel bilan yopilib akkuratlik turish uchun gas boiler azot o'tirib qo'yganmiz. 26 kW Yevropaddan crossfitni boilerimiz bor. 3 ta sanuzel suv bilan ta'minlaydi. Kollektorimiz первичный, вторичный kolsa bilan ulangan. Rashvaklarimiz bor, bitta sovuq suv uchun, bitta отопление tizimi uchun. Mana shunaqa ish bo'lgan. Ko'plab pol to'shab berganingiz haqida ham ozgina ma'lumot bersangiz. Cho'qli pol 1-2-3 qavatga cho'qli pol to'shalgan hamma joyga. Bu endi to'pli polda kvadrati qanchadan bo'ladi? Kvadrati $5 qilyapmiz. Ha, to'pli polda o'zini kvadrati $5 qilyapmiz. Postanovkalar adindan hisoblanadi. Adindan hisoblanadi. Xo'p. Klientlarga kelishtirib beraverasiz. Klientlar zerolar, telefon Xudo xolasa, pastda nomerlarni qoldiramiz, telefon qilsangiz men nomidan kelishtirib beradi. Agar ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, xursand bo'lardik. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska tugmasini bosib qo'ying.